Assalomu alaykum. Bugun qutlug' ayyomda institut ayollar jamoasini, talaba qizlarimizning, shuningdek sizlarning timsolingizda yurtimizdagi barcha onalar, opa-singillarimizni mehr ramzi bo'lgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan muborakbod etaman. Ayol bor oila qut barakali, fayzli va tarovatli bo'ladi. Yurtimiz ham, jamiyatimiz ham ayol bilan go'zaldir. Institutimizning ayollari ham bizning fayzimizdir. Ayol ulug', ayol mutabar. Jamiyat va davlat hayotida ayollarimizning o'rni beqiyosdir. Avvalo, ularning kelajagimiz egalarini yaratuvchilaridir. Ularning bilim salohiyati, dunyoqarashi, milliy ma'naviy irodasi, jamiyatdagi faolligi va tashabbuskorligi, shu bilan bir qatorda oilaning shakllanishi va farovonligini ta'minlaydigan vazifasi juda ham muhim jihatlar hisoblanadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlari himoya qilish, ularning jamiyat hayotidagi o'rnini yanada mustahkamlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayollarimizning ilm-fan, ta'lim, tibbiyot, san'at, sport va boshqa sohalarda yuksak marralarni zabt etib, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Muhtaram opa-singillar, bugungi kunda institutimizda faoliyat yuritayotgan ayol ustozlarimiz, olimalarimiz, talaba qizlarimizning intilishi, bilimga chanqoqligi tahsinga loyiq. Sizlarning fidokorona mehnatingiz va sa'y-harakatlaringiz natijasida ta'lim va ilm fan sohasida yuksak natijalarga erishib kelmoqdamiz. Tabriklarimiz faqatgina bugungi bayram bilan cheklanib qolmay, balki sizlarga bo'lgan yuksak hurmatimiz har doim bardavom bo'lishini istayman. Yuzlaringizdan tabassum, ko'ngillaringizdan quvonch, hayot yo'lingizdan esa baxt va saodat arimasin. Har bir kuningiz bahor kabi go'zal, quyosh kabi nurli, hayotingiz esa nurafshon bo'lsin. Qutlug' bayramingiz muborak bo'lsin, azizlar.